Assalomu alaykum. Yana bir bor Vodiy mebellar kanali boshlovchilari. Yana bizni eng uzaydigan mebel ishqibozlar. Xudo xolasa bugungi zakaz tayyorlangan mebellarimizni sizlarga video obzor qilib o'tamiz. Videoni oxirigacha o'tkazmasdan ko'rsanglar, xudo xolasa sizlarga video manzur bo'ladigan umiddamiz. Xo'p, dastlabki komplektimizdan boshlaymiz. Bu komplektimiz eng arzon komplektimiz hisoblanadi. Bu komplektimizni yog'ochlari, ya'ni karkas asosiy qismi rossiyskiy daraxtlar, listnis daraxt deyiladi. Yog'och qismi listli daraxti. Machalkasi 9 santimetrlik, chester tugmalikli ishlab berganmiz. Orqalari pardalik. Tagdariga kashaylar qilib qo'yib qo'yganmiz. Xudo xolasa turumli kashaylar ushlaydi. Xudo xolasa xizmat qiladigan narsa bemalol mana. Xudo xolasa ancha-munchaga sinib ketadigan narsa emas. Stolning razmeri 2.75 ga 1.10, xon taqa qilib foydalansa ham bo'ladi. Stolimiz MDFda. 12 talik komplektimiz xuddi shu holatda 3.200 ming so'm sekdan chiqish narxi. Bu komplektlarimiz rasvetkalar bor, ya'ni ranglarini, materiallarini, xonalar razmeriga qarab turib, aboylarga, pardalarga chiroqni moslab chiqarib berish imkoniyati mavjud. Xo'p, navbatdagi komplektimiz esa 16 talikda tayyorlab berganmiz zakazga. Bu komplektimizning nomi Xitoy atirgul, Cobra fasonda qilib ishlab berganmiz. Kraskasi shampan kraska, stulimiz yog'och, karkas qismi yong'oq, spinkasi barxitli material chester tugmalar qilganmiz. Sidnasi Xitoy gulli material kamyasi qilib ishlab berganmiz. Stullarimiz oyoqlari 3D variantda qilib ishlab berganmiz. Orqalari pardali qilib, broshkali qilib, pardalarga moslangan. Bu komplektimiz 16 talik holatda. Bu komplektimiz 2 dona stulni, ya'ni yosh katta hojaga, hojonalarimiz uchun kresloli qilib berganmiz. Zakazga bu komplektimiz bemalol o'tirib, misol choy ichib, bemalol dam olsa bo'ladigan holatda. Bu komplektimiz 16 talik ko'rinishda. Stolimiz razmeri 3.60 ga 1.20. Stolimiz MDFda, betlariga rovet metal gullar chizilgan. Stolimiz xon taxta qilib foydalansa ham bo'ladi. Bu komplektimizning narxi xuddi shu ko'rinish holatda 9 million so'mga chiqarib beramiz. Bu komplektimiz 12 talik, 18 talik, 20 talikka berish imkoniyati mavjud. Videoni pastda telefon raqam qoldiramiz. Telefon qilsa, xudo xolasa bemalol gaplashib chiqarib berish imkonimiz mavjud. Xo'p, keyin komplektimizni o'tadigan bo'lsak, bu komplekimiz o'sha Xitoy atirgulimizni materialda farqi bor, 12 talik varianti. Attachmento materialga, bu ham spinkasi ham sidnasi attachmento material, machalkasi 12, 3D oyoq, bu ham orqasi pardalik, doimgidek. Stolning razmeri 3.20 ga 1.20, xon taxta qilib foydalansa ham bo'ladi. Bu komplektimiz doimgi narxda chiqadi, 12 talik holatda, skidga aksiya narxida 6 million so'mdan telefon qilsa chiroq qilib chiqarib beramiz. Xo'p, navbatdagi komplektimiz o'sha Xitoy atirgulimizni materialda farqi bor. Lekin stolda farqi bor. Materialimiz attachmentoning maloshniy varianti. Buni ham 12 sm machalka, 3D, shampan kraska, yong'oq, stullarimiz yog'ochi, pardali qilib ishlangan. Stolimizga keladigan bo'lsak, stolimizni neobisino qilib qilganmiz, simali oyoq qilib ishlab berganmiz. MDFga ustlari akvariumli qilib, oynali qilib ishlangan. Stolimiz razmeri 3.20 ga 1.20. Bu komplektimiz 12 taliga 80 chiqish narxi 8,5 million so'm xuddi shu holatda tayyor bo'ladi. Bu komplektimiz 16 talik, 20 talik, 30 talikgacha berish imkonimiz mavjud. Xo'p, keyin komplekt o'tadigan bo'lsak, keyin komplektimiz Xitoy atirgul Cobra fason qoplama varianti. Ya'ni bu komplektimizni polnisti stullari qoplama bo'lib o'ralib ketgan, asosi bu ham pardali qilib ishlangan, yog'och yong'oqda. Materiallarga keladigan bo'lsak, attachmento matvida ishlab berganmiz. Bu komplektimizdan stol xon taxta bo'ladi, 3.20 ga 1.20 razmerda. Bu komplektimiz 12 talik xuddi shu holatda chiqishi 6,5 million so'mga chiqyapti. Xo'p, navbatdagi komplektimiz, bu komplektimiz o'sha qoplama bir xil, stullarimiz bilan stullar bir xil. Stolimizga farqi bor. Stolimiz akvariumli qilib, MDFga simali oyoqli qilib ishlab berganmiz. Bu stolimizning razmeri 3.20 ga 1.20, xon taxta bo'lmaydigan variant. Kimga xon taxta qilib qilish kerak bo'lsa, chiroqli qilib berish imkoni mavjud. Buni ham 16, 18, 20 talikka berish imkoni mavjud bor. Bu komplektimizning narxi 9 million so'mga xuddi shu holatda chiqarib berish, xudo xolasa bor. Karkaslarimiz xudo xolasa zadeshga bo'lmaydi. Karkaslarimiz 300 ta, 400 ta xudo xolasa zapasda bor. Xudo xolasa qanaqa komplekt, qanaqa rangda qilib berishsa, xudo xolasa chiqarib beramiz. Karkaslarimiz o'zi bilinib turadi, mana yong'oqligi, haligi aldash yo'q, kashaylargacha bu yong'oq bo'ladi. Mana 3D variantdagi o'ta shu Xitoy atirgulimizni mana guli bir xil, o'shani bitgan holati bu karkas holati. Xuddi shuni qoplama qilib ishlab berganmiz. Buni ranglarini, rasvetkalarni qanaqa ko'ngillarga, dedilarga yoqadigan bo'lsa chiqarib berish imkoni bizda mavjud.
Xo'p, keyingi komplektimiz Monika deyiladi. Monika Cobra fason. Bu ham Champan, Chester, Atachenta 12 cm machalka, farqi oyoqlari, orqalari pardalik, oyog'ida farqi bor. Ya'ni bu komplektimiz bilan farqi shu. Oyog'i tirik emas, oddiy tekis oyoq, prostoy oyoq bo'ladi. Bu komplektimizni 12 talik holatda sexdan chiqayotgan narxi 5 million 700 ming so'mdan xarid qilsalar bo'ladi. Dastavkamiz O'zbekiston bo'yicha bor, xudo xolasa. Vodiyga dastavkamiz 250 ming so'm doimgidek, Vodiy qolgan viloyatlarga kelishgan narxlarda arzon qilib chiqarib beramiz. Bu komplektimizdan 5 million 700 ming so'm. Xuddi shu bilan bir xil aka-uka sotib oldi, doğrusu buni chiqarib olamiz tayyor ketishga. Xo'p, navbatda komplekt o'tadigan bo'lsak, bu komplektimiz kafelarga, to'yxonalarga, banketli zallarga yumaloq qilib zakaz qilindi. Bu komplektimizdan xudo xolasa bitta qo'ydik, obzor qilib, xudo xolasa. Bu komplektimiz 10 talik ota, stol yumaloq. Buni xon taxta qilib foydalansa ham bo'ladi stolni. Agar xon taxta kerak emas degan bo'lsa, noshkalik qilib boshqacha holatda yoki simali holatda, misol ranglarini, boshqalarini o'zgartirish imkoni mavjud. Bu komplektimizning ham stullari yong'oq, kraskasi oq jemchug rangda. Machalkasi buni ham 12 cm oddiy oyoqda, yong'oqda, Chester, orqalari pardali, gullariga leyla surkab chiroqqa chiqarib berganmiz. Ustunimiz nomi Bambu Cobra fason deyiladi. Bu komplektimiz 10 talik xuddi shu holatda chiqishi 5 million 700 ming so'mga xarid qilsalar bo'ladi. Video yoqqan bo'lsa like bosib esdan chiqmasin, mebel olaman degan yaqinlariga yuborib qo'yishdan esdan chiqmasin. Bizni kuzatishda davom etinglar. Xudo xolasa sizlarga kunlik yangilarimizni qo'yib borishni davom etamiz. E'tibor uchun kattakon rahmat. Sog' bo'lsa salomat bo'lasizlar. Biz yo'qotib qo'ymaslik uchun kanalga obuna bo'lishdan esdan chiqmasin.